Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda tishlar kirsa. Siz tishlarni ko'radigan tush bemorlar yoki yolg'onchi kishilar bilan munosabatda ko'ngilsizlikni keltirib chiqarishi haqida ogohlantiradi. Agar sizga tishlaringiz tushayotganini tushingizga kirsa, ehtimol sizni bezovtalik, xafagarchilik kutadi. Agar tishingizni stomatolog sug'urayotgan bo'lsa, bu uzoq cho'ziladigan xastalik va xafagarchilik alomati. Bu uzoqqa cho'zilmaydi. Agar tishingizni urib sindirishsa, biznesingizdagi kutilmagan muammo yoki sog'lig'ingiz bezovta qilinishini bildiradi. Mabodo tishlaringiz yaxshi va joyida bo'lsa, hayotingizdagi qorong'ulik yorug'lik bilan almashganidan dalolat. Agar siz tishlaringizni yuvayotganingiz yoki chayayotganingizni tush ko'rsangiz, bu o'z qiziqishlaringizda qolish uchun kurashishingizni to'g'ri kelishini bildiradi. Agar siz tish qo'ydirayotgan bo'lsangiz yoki tish protezlaridan foydalansangiz, ma'lum darajada kuchingizni ishga solishga to'g'ri keladigan og'ir sinovlarga duch kelasiz va buni yengasiz. Siz buning uddasidan chiqasiz. O'zingizni tishlaringizni ko'zdan kechirayotgan bo'lsangiz, bu tush ishda ehtiyotkor bo'lishingizni, dushmanning uxlamayotganidan ogoh etadi. Agar tishingizning oppoq va tekisligidan zavqlanayotgan bo'lsangiz, bu erishilgan yutuqlardan qoniqish alomatidir. Tushda chirigan tishlarni ko'rish ishdagi ko'ngilsizlik va sog'liqning ortiqcha tajanglik tufayli yomonlashishini belgisidir. Agar tishingizni tupurib tashlasangiz, bu sizga yoki yaqinlaringizga kasallik xavf solayotganini bildiradi. Agar tushingizda tishingizni davolayotgan, toshlarini tozalayotgan bo'lsangiz, bu sizning uzoq davom etadigan xastalik changalidan qutulishingizni bildiradi. Ishdagi ishlaringiz ham iziga tushib ketadi. Tushingizda tishingizni davolayotganingizga qaramay, tishlaringizda tosh paydo bo'lsa, bu hayotingizni izdan chiqarmoqchi bo'ladigan ishonchsiz kishilardan ehtiyot bo'lishingizni bildiradi. Agar siz tishingizni oldirgach, u turgan joyini topolmasangiz, bunday tush avval mo'ljallangan ishingizdan bosh tortayotganingizni bildiradi. Biroq siz boshqalarga bildirmay, bunga qaytib, undan ozgina qoniqish olasiz. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Rahmat.